go'zal qadriyatlarimizni, milliyligimizni davom qildirish sifatida yana bir chiroyli odatimiz borki, bu kelin salom, kelin ko'rdi dasturlari. Hozir poyandozni ustiga yangamiz bilan birgalikda kelin qizimizni taklif qilamiz, cho'laymiz va bundan bir necha soniyalar oldin siz aytib o'tganingizdek, kelin salom dasturiga dastlab erkaklar, ana undan keyin ayollar, ana undan keyin esa qudalar davrasi taklif qilinadi. Marhamat, kelinchagimiz poyandoz sizni kutmoqda. Yangijonimiz bilan birgalikda albatta jajji kichkintoylarimizdan tortib to yoshuli bo'lgan onalargacha egilib, bukilib, juft salomlarni taqdim qilib qo'yishligingiz mumkin bo'ladi albatta. Shunday ekan, kelin salom dasturlari, chiroyli urf-odatlar, go'zal qadriyatlar, poyandozlar barcha mehmonlarimizga muborak bo'lsin. Kelinimiz kelin salomga tayyor va biz esa erkaklarni, og'alarimizni kelin salomga chaqirishni boshlaymiz. Og'alar, marhamat, kelin salom boshlandi.